Bolalar, gruppaga aytinglar, Abduqodir Husanov kelibdi. Gelik sovuqdi, gelik. Aka, Open budjetda ovoz bermagan bo'lsangiz 100 ming so'm pul beramiz. Ovoz bering. Aka, to'g'risi ishonmayman-da. Yo'q, aka, ishoning bizga javob. Nomerni yozing. Kod bordi, kodni ayting. Qachon tushadi bu? 24 soat ichida bot orqali tushadi. Bot ishini qilmaysizlar-a? Yo'q, aka, bundan nima tushadi? Aka, bab ishonmayapman-da. Bitta qo'lingizni duoga oching. Ilohi omin. Agarda vaqtida aka menga pul tushirmaymasizlar, sevgan qizlar molgalar o'zingiz pochasida berib, mashina dunyo berib, aka, bo'ldi. O'zingiz borsiz, aka, bo'ldi. Bot qilmaylik, naq pul berib beraman men aka. 24 soat ichida tushadi deydi. Hali ham tushmayapti-yu. Akajon 24 soat ichida kartangizga tushadi. Men blogerman xolos, просто reklama qilib beryapman. Nima qilay yana? Olislar. Aka, assalomu alaykum. Open budjetga ovoz bermadingizmi? Aka, hozir berib beryapman-da. Xolaman bo'ladimi? Bo'ladi. Yozing nomerni. Hop, kod boradi, aytib yuborsin. Xola, Open budjetga sizni nomingizdan ovoz berib kod bor aka, aytib bering. Ishonmayman deyapti. Ya nimaga bot orqali bizda 24 soat ichida to'lov bo'ladi. Ha, bo'ldi, xola. Men ishonaman aka. Xolam ishonamayapti. Shu nonni ushlab bitta qarag'anib qo'yasiz aka. Nima deb qarag'ansin? Agar tushmasa 24 soat ichida eng katta mashina urib yuborsin desak aka. Ayo, mana nonni naq beraman akajon, unchalik bo'lsa. Naq beryapti. Mana aka. Ha, bo'ldi. Men ishondim aka, xolam. Bo'ldi aka. Hop aka, hop. Onasini ham mashina urib ketadi dedi-yu.